Akmal aka, MRTga tushgandim. Xulosasida gemangioma deb yozibdi. Tibbiyotdagi so'zlar oxirida oma bilan tugasa rak kasali bo'lardi. Men shunda rakmanmi? Men o'lamanmi? Umuman vahima qilishga shoshilmang. Gemangioma degani bu hech qanaqa rak, o'sma kasali degani emas. Umurtqa tanasining ichida qondan iborat bo'shliq bo'ladi. Gemangioma aynan shu bo'shliq. Ichi to'la qon bo'ladi. Bu ko'pincha profilaktik tomografiya tushgan paytda aniqlanib qoladigan narsa xolos. Hech qanaqa og'riq ham bermaydi, shikoyat ham bermaydi. Umurtqaning tanasi qon ishlab chiqaruvchi a'zo. Umurtqa tanasida kemik qismi bor, u butun tanamizni qon hujayralarini ishlab chiqaruvchi a'zo hisoblanadi. Ko'pincha gormonal o'zgarishlar paytida kemik qismi kattalashib, qon ishlab chiqaruvchi a'zo o'rniga qondan iborat bo'shliq paydo bo'ladi. Buni gemangioma deb ataydi. Buni hech qanaqa xavfli tomoni yo'q. Gemangioma o'sib rivojlanib, metastaz bermaydi. Kichik hajmdagi gemangiomalarda hattoki davolashda ham hojat yo'q. Butun umurtqa tanasini egallasagina umurtqa sinuvchan bo'lib qoladi. Shu eng yomon tomoni xolos. Bu videoni tomografiya tekshiruv xulosalarini o'zicha o'qib, vahima qiladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.